Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va usta Ravshan kanali a'zolari. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik. Usta Azizxon bilan shpagilovka rotman ishlari olib borilmoqda bu yerga. Materiallarimiz kelgan mana rotmanlar, shpagilovkalarimiz. Mana shu zalda podvalda to'liq nol qilib chiqarib berishimiz kerak, podkraska qilib. Rotman ikkisida shpagilovka tortiladi. Tak, usta haqqiga keladigan bo'lsak, kraskasi bilan 45 ming so'mdan gaplashilgan. Usta haqqisi. Birsida rotman tekislab chiqarib, ikkisida shpagilovka, shkurka qilib kraska qilinadi. Kvadratiga 45 ming so'mdan gaplashilgan. Kimni qiziqtirgan taklif savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar sizlar. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Bu ob'yomimiz 250 kvadrat chiqadi bu. Xudo xolasa yorug' yuz bilan topshirishga harakat qilamiz azizlar. Xayr, sog' salomat bo'ling. Hammani topganiga Alloh o'z barakotlarini yog'dirsin.